Mana kursantlarniki çaç kesish faoliyati davomlashmoqda. Mana nazariya amaliyot birlashtirib, o'gitib, bolalarni amaliy chach kesib olib chiqdik mana. Ustam sizga qanchalik bo'ldi? Mana bu shunda chach kesdi degan gap, mana qaraydigan bo'lsanglar. Bolalarni o'shdan nazariya amaliyot birlashtirib, o'gitib, qo'lma-qo'l tutibganda o'sha chach kestirib, ravus qo'lni keltirib o'gitimiz mana. Jambiyan, ama jambiyan bilan devko dars boshlanib, hozir men amaliy o'ginish chiqdi bolalar. Qo'li chach kelib manda qilyapti. Biz do'konda nazariya amaliyot birlashtirib o'gitimiz tarbiyalash o'rnimizda. O'gitgandan keyin miyada amaliy kunda 5-6 chach kesida bolalar. Şuna olan bolalarning o'ginishini tez bo'ldi. Qo'l ishtik keldi mana unda. Mo'shta amaliy muntazam holatda o'gitimiz bolalarga. Siz qancha kun bo'ldi chach keskin 4 kun bo'lgan o'quvchi miyada. Xeyr yomon emas chach kesib o'tibman mana. 4 kun bo'lgan bola. Men darsni boshqalamanglar, men muntazam tarbiyalashni boshqalamanglar, ha. Mana. Yana mushta muntazam sistemli holatda shu satranj kasbini o'ginima deydiganlar bulab qolib qolsanglar, aloqalasanglar bulda 0 seviye 1 yildan muntazam holatda sistemli o'gitib qolamiz. 4 kun bo'lgan bola chach kesyapti-ku, shunga o'xshash biz amaliy miyada qo'l chachni berib turib o'gitimiz, qilamiz ko'stimiz. Manda o'gitgan keyin o'ginish tez bo'ldi. 6 oyga bormaylam qanda o'ginib bo'la oladi. Yana 6 oy nima ish qildi degan chog'da do'kon boshqarishni, iqtisod boshqarishni, xarida qilib jalb qilishni, xarida tutib qilishni, do'konning soatini yuqori ko'tarishni, shogird tarbiyalashni, ma boshqarish andisini gunda. Biz holatda mushta holatda o'gitimiz. O'ttir seviyaniki 3 oy 6 oy. Bularningki chachqa qo'li kaganlar 3 oy, qo'li kelmay faqat turib qolganlar 6 oy gunda. Nima ish qildi degan chog'da burun amibab satrashqanlarda 2-3 yil tug'an, 1 yil tug'an bo'lib qolib qolsa, qo'li chachiq kelmaganlar bor. Shularni qanda 6 oylik tizimlasak, ko'zi pishgan bilan qanda qo'li kelmagandan keyin qo'lni mishadi keltirib ko'zi pish bo'ldi. 3 oylikqa chach kesalaydiganlarni tarbiyalaymiz. Ularniki qanda degan chog'da chach kesalaydigan, lekin shu yangi turini-chu budra texnikasi, kesish texnikasi, devko texnikasi, rang texnikasi, anakin zavshin texnikasi, ma texniklarni ash o'nani bisblikdimiz. Ishtiklam qanda do'kon ochqidek holatda bo'lib ketdi. 1 oylik texnikasi do'kon ochgan xo'jayinlarningki, yana do'kon ochmoqchi bo'lganlarningki. Endi men 1 yillik, 6 oylik, 3 oylik hammasiniki o'gindigan tur o'xshash, lekin qanda ko'gin o'xshamaydi. 1 yillik jiqish ko'rmagan 0 seviyadan boshlagan keyin shunga 1 yil. Lekin 6 oylik bilan 3 oylikning ash o'gingan turini yana o'xshash o'gindi. 6 oylik deganimiz endi burun amibab satrashqanlar turib qo'li kelmagan, kesib qilib bir mezgil tashlab qaytib boshlamoqchi bo'lgan mandalninki. Endi 3 oylik deganimiz endi boshqa satrashqanlar turib qo'li kelgan, lekin men yangilikni o'rganmoqchi bo'lganlarni. Ashta bo'lgandan keyin shunga ash saviyasi qarta, ehtiyoji qarta tez surat tarbiyalab, tez suratda oddiy bir taraf qilamiz. Endi undidar telefon nomer 133 99 780 745. Mosh nomerni undidar qetish orqali qilamqanda maslahat so'rasanglar bo'ldi. Kasb o'rganmoqchi bo'lsanglar, undidar qetib bilan ayrim gap qilsanglar bo'ldi. Maqamsa salomat bo'linglar, xayr xo'sh.